Bir hovlida bo'yi yetgan qiz bor edi. Bo'yi yetgan qizda oydek yuz bor edi. Oyday qizning joyi chiqdi, to'yi o'tdi. Oylab yillab bosh qotirgan o'yi o'tdi. Yosh kelinga shinam uy-joy xona bo'ldi. Bir yil o'tib bir qiz ko'rdi, ona bo'ldi. Musulmon bir yor uyida ko'rib farzand, Alloh yozgan taqdiridan bo'ldi xursand. Yillar o'tdi, keng hovlisi izga to'ldi. Ayol bag'ri shirin shakar qizga to'ldi. 5 qiz tuqqan ayol dardin ichga yutdi. Qachon o'g'il tug'aman deb rosa kutdi. Bir kun ayol erga qarab shunday dedi: "Men o'ziga borib kelay, bunday" dedi. Doktorlarga bir bor nazar soldiraman, bunisi ham qiz bo'lsa gar oldiraman. Er bir zum qotib qoldi yerga qarab, chaqqon ayol tag'in derdi erga qarab: "Qiz tug'ishdan bezorligim bilmaysizmi? Tag'in bir qiz ko'rishdan or qilmaysizmi?" deya erning nomusiga tegib qo'ydi. Er ham rozi bo'lganday bosh egib qo'ydi. Ming fikrda o'ziga ham bordi ayol, shoyat o'g'il bo'lsa deya qildi xayol. Hamshiralar tez ayolni yotqizdilar, bir zum o'tib tekshiruvdan o'tkazdilar. Ayol intiq natijasini kutar edi, xayolidan ming xil fikr o'tar edi. Bir hamshira boshi uzra qo'lin qo'yib: "Kutganingiz qiz-ku" dedi bag'rin o'yib. Xomush bo'lib so'ng uyiga qaytdi ayol. Bu xabarni eriga ham aytdi ayol. G'amgin bo'lib uyga botib o'ylandilar, bir qarorga kelolmayin qiynaldilar. Oxir ayol dildan qat'iy qaror oldi, homilasin oldirishga jo'nab qoldi. Ko'zlarda yosh boshin egib ketar erdi. Buni ko'rgan qo'shni kampir savol berdi: "Hay hay qizim, nechun ko'zdan oqdi yoshing? Qay tomonga ketmoqdasan egib boshing?" "Dardim og'ir, ne ham qilay axir xola, o'g'il ko'rsam zora deya kutdim bola. Doktorlar ham mening g'amim ko'p yeyishdi, tekshiruvga borsam bu ham qiz deyishdi. Boshim qotib ko'p o'ylarga botib qoldim, so'ng bolamni oldirishga qaror oldim." Bu gaplardan g'azablangan qo'shni xola darhol unga dashnom berdi ko'zda jola: "Sen kimsanki bu farzandni oldirasan, qotil bo'lib o'z bolangni o'ldirasan? Agar shunday qilsang senga la'nat bo'lar, bu qilmishing o'z boshingga hasrat bo'lar. Qo'shni bo'lib so'zlaringga quloq osmam, mehmon bo'lib ostonangga qadam bosmam" deya kampir yig'lagancha qaytdi uyga. Ayol bir zum qotib qoldi cho'kib o'yga. Kampir sabab murg'ak go'dak omon qoldi. Ayol sho'rlik ko'p g'am yutib o'yga toldi. Oylar o'tdi, tug'ish vaqti kelib yetib. Sho'rlik ayol yuragini vayron etib, er ayolni tug'dirishga olib borib, bir zum o'tib ayolning ham ko'zi yorib, ichkaridan bir hamshira chiqib keldi. Quvonchidan har tomonga uchib yeldi. So'ng go'dakni bir matohga o'rab chiqdi. O'g'il deya so'yinchi ham so'rab chiqdi. Bu xabarni eshitgan er qotib qoldi, aqli uchib yerlarga ham yotib qoldi. Gar oldirsa o'g'il farzand ketar deya, o'z o'g'lini o'zi barbod etar deya. Bu qissadan ibrat olar anglaganlar, anglagaylar yuraklardan tinglaganlar. Hech bir ona jigar bandini o'ldirmasin, avlodlarga yovuz ibrat qoldirmasin. Har ko'plab o'tar inson tirnoqqa zor, qiz bersa ham rozi edim deganlar bor. Ey azizlar, bu masaldan oling ibrat, toki hech ham bulg'anmasin toza fitrat. Oh